Genesis GV80 ni oppoqqina rangli va polning night paket va kupesi 2025-yillik ha va yaxshigina full komplektatsiya. Bilasizlar, kupesi, ana kupe emas, turbo chesiga nisbatan qimmatroq yuradi. 4 ta balon tortadi, 2.5 turbina motor va 6000 yurgan 2025-yil apparat. Sanorangi ham takoy qaymoq rangli, mana yog'och kon detallari ajoyib ekan. Qora, palasali. Orqada pardalarigacha bor va panoramasigacha bor. Bilasiz, ko'pchiligida bo'lmaydi. Head-up display, mana Face ID'si ham bor, отпечатка палец и xrustal bo'ladi. O'z bilasiz, yog'och kon detallari. Mana rasvetkasiga maza qilmoq, yog'och kon detallari. Palas ushiydigan adaptivni kursantr, samotarmajini hamma navorati bor. Srochniga kapotida mana bitta konteynerda bundan qirilganida kraska to'ldirilgan joy bor ekan shu yerda. Bo'ldi. 83900 ga bosib olsangiz bo'ladi. 2025-yil 6000 yurgan kupe.